Siz biroq uzoqdan eshitib turishi mumkinmi? Oddiy telefon yordamida, hech qanaqa naushnik va apparaturasiz. Bunga ishonish qiyin, lekin shu videomizni oxirigacha ko'ring-da, ancha-muncha joyida gapingizni o'ylab gapiradigan bo'lib qolasiz. Shunaqa allambalo eksperimentlar guvohi bo'lib turish uchun obuna bo'lib qo'ying albatta va kommentariyada yozing. Va qo'lingizdagi telefoningizni o'zingiz sinab ko'ring chiqib, balki sizning ham telefoningizda bordir. Qani, iPhone bilan Samsungda mikrofon zo'mi qaysi biri zo'r ishlaydi tekshiraman. Hozir videoga olishni boshlayman-da, yaqinlashtiraman. Ovoz ham yaqinlashishi kerak, kuchayishi kerak shunda. iPhone'da bo'ldi bu. Shuni qo'yaman birinchi. Ovoz ham yaqinlashishi kerak, kuchayishi kerak. iPhone'da bo'ldi bu. Shuni qo'yaman birinchi. Keyin Galaxy'ga qo'yaman. Shuni Galaxy'da studiyo yaqinlashtiraman. Studiyo yaqinlashtiraman. Bunaqa yashirin funksiyalardan xabardor bo'lishga albatta obuna bo'lib qo'ying. Samsung ham hech qayerda yozmagan bu funksiyani. Ajoyib.